Nega yaxshi odamlarga ishonib bo'lmaydi? Kafkaning "Evrilish" asari bu shunchaki qo'ng'iz haqidagi hikoya emas. Bu qo'rquv, sharmandalik, rad etilish va inson tabiatining eng qorong'u tomonlari haqidagi chuqur falsafiy tahlildir. Ko'pchilik kitobxonlar bu asarni o'qiganda Gregor Zamza oilasiga moliyaviy foyda keltirmay qolganligi uchun oilasi tomonidan rad etildi deb o'ylaydi. Aslida esa asarning asl mohiyati bundan ko'ra chuqurroq va kengroqdir. Va bu asar falsafiy jihatdan ancha chuqur bo'lganligi uchun buni 2-3 daqiqalik videoda to'liq tahlil qilishning imkoni yo'q. Shuning uchun YouTube sahifamda bu asarni qariyb 15 daqiqalik videoda to'liq tahlil qildim. Siz u videoda Evrilish asari haqidagi barcha savollaringizga javob topishingiz mumkin. Videoda siz Gregor Zamza fojiasi orqali inson ruhiyatining qanday parchalanishi, jamiyat qanday qilib shafqatsizlikni oqlashi va nega ba'zan eng yaqin insonlar ham begonadek tuyula boshlashini ko'rasiz. Agar siz bu asarni faqat syujet deb o'qigan bo'lsangiz, asarning asl mohiyati sizni hayratda qoldirishi aniq. Bu shunchaki YouTube sahifamning reklamasi emas. Bu video sizga foydali bo'lishiga ishonchim komil. Shunchaki videoni ko'ring, obuna bo'lishingiz ham shart emas. Videodan foyda olsangiz, shuning o'zi meni yetarlicha xursand qiladi. Salomat bo'ling.